Bismillahirrahmanirrahim. Qadrli radio angluvchi qarindoshlar, bugungi programmamizda ikki mavzu anlatamiz. Biri ixlos, yana biri duo. Alloh taolo bandalardan ikkila narsani talab qildi. Ularning biri Alloh taologa ibodat qilish, yana biri bo'lsa, uningga ixlos qilishdir. Mu'min odamning dunyo va oxiratlik saodati mushu ikkisiga bog'liqdir. Ibodat Allah Taalaga itoat qilib, uning istigini bo'yicha hayot kechirishdir. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Jinlarni, insonlarni faqat menga ibodat qilsin uchunla yaratdim. Bu oyatni mutlaq ko'p sondagi mufassirlar Alloh taolo insonlarni o'zi talab qilgan bo'yicha hayot kechirsin deb yaratgan. Shunga insonlar o'zining hayot tarzini Alloh taoloning qonuniga udullab, uning ko'rsatmasi bo'yicha u talab qilgandek yashashga yaratilgan deb tafsir qilgan. Ixlos qalbni barcha shak shubhalardan va boshqa g'arazlardan pokiz qilib, bir butun safliq ichida Alloh taolaning roziligini ko'zlash deganlikdir. Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Ey payg'ambar, shaksizki sana biz haqiqatni o'z ichiga olgan bu kitobni nozil qildik. Sen dinni Allohga xolis qilib ibodat qilgin. Ixlosning turtkisi. İnsan har qanday bir ishni biror turtkining orqasida qiladi. İnsanlardagi turtkilar ba'zida tug'ma bo'ladi, ba'zida yetildirilgan bo'ladi. Masalan, o'zining hayotini qo'g'dash, tirikchilik uchun ishlash, tan saqliqni saqlash qatorliqlar har bir insonda tug'ma bo'ladi. Ya'ni inson bu ishlarni o'rganmasimi, biri buyurmasimi o'zligidan qiladi. Yetildirilgan turtki bo'lsa, inson biror haqiqatni bilgandan keyin uningga kuchlik intilish jarayonida hosil bo'ladigan turtkidir. Masalan, inson o'zini yaratgan, rizq berib va parvish qilib turayotgan ulug' Rabbini tonigandan keyin Rabbining mu'min bandalarga va'da qilgan oxiratlik mukofotlarini, eng muhim bo'lgani nozu ne'matlik jannatni bilgandan keyin uningda Alloh taologa bo'lgan cheksiz muhabbat, oxiratning mukofotlariga bo'lgan kuchli qiziqish paydo bo'ldi. Mushu qiziqishdan hosil bo'lgan turtga yetildirilgan turtga deyiladi. İnsan Alloh taoloni qanchalik yaxshi, qanchalik mukammal tonigan sari uningdagi Alloh taoloning roziligiga erishishga bo'lgan turtkilar shunchalik kuchli bo'ladi, shunchalik oshidi. İnsan mana mushundoq turtkilarning orqasida Alloh taoloni rozi qiladigan va o'zini oxiratda jannatga erishtiradigan yaxshi amallarni ko'plab qilishga oldiraydi. Amalning qimmati. İslamda amalning qimmati shu amalni qilishga sabab bo'lgan turtkining qimmatiga qarab bo'ladi. Balki turtki amalning qimmatini belgilaydi. Masalan, yo'lda pul uchirdi. Bir odam uni elish uchun yerga egildi va oldi. Lekin u odam mazkur pulni egisiga topshirib berish niyati bilan oldi. Shuning bilan bu odamning mushu ishi savobli amal qatoridan sanaldi. Yana bir odamga yo'lda pul uchirdi. Umu yerga egildi va pulni oldi. Ammo u odam u pulni o'zining qilib olish niyati bilan oldi. Shuning bilan bu odam gunohkor bo'ldi. Bu yerda ish o'xshash. U bo'lsa-mu yerga egilib pulni elish. Ammo niyat o'xshash bo'lmaganlikdan natija o'xshash bo'lmagan. Biri savob topgan, yana biri gunohkor bo'lgan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Innamal a'malu binniyat va innamal likulli imrin ma nawa." Amallar niyatlarga bog'liqdir. Har bir odam o'zi niyat qilgan narsaga erishadi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Allazi xalaqal mauta val haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." O sizlarning qaysinglarning amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun o'limni va hayotlikni yaratgan zotdir degan. Alloma Fuzayl ibn Iyaz
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala degan oyatga qaysinglarning amali eng ixlosli, eng to'g'ri ekanligini sinash uchun deb ma'no etgan. Ondan u amalning eng ixlosli, eng to'g'risi qaysi deb so'ralganda, amal ixlosli bo'lib, to'g'ri bo'lmasa qabul bo'lmaydi. U to'g'ri bo'lib, ixlosli bo'lmasa-mu qabul bo'lmaydi. Shunga amalda Alloh taolaning roziligini ko'zlash shart bo'lgandek, uni islomda ko'rsatilgan bo'yicha qilishmu shartdir degan. Ixlosning sehri. Ixlos degan shundoq sehrlik narsaki, u odatdagi dunyolik ishlarni ibodatga o'riydi. Chunki Alloh taolaning roziligini ko'zlab ixlos qilish bilan dunyo tirikchiligida ibodatning savobini topqili bo'ladi. Masalan, birov dinimizda yo'l qo'yilgan halol kasb bilan tirikchilik qilgan bo'lib, halol rizq tepishni niyat qilgan va ishida saxtalik yoki aldamchilik qilmagan bo'lsa, uning dunyolik uchun qilgan ishlari Alloh taolaning dargohida ibodat bo'lib qabul bo'ladi. Bir kuni solih kishilardan biri bir mahallaning masjidiga kirganida, masjidda ibodat qilib o'tirayotgan bir odamni ko'rib qoldi. U odam bilan suhbatlashish jarayonida uning oylardan beri mushundoq masjidda o'tirib ibodat bilan shug'ullanayotganligini bilib, uningdan yemek ichmakini kim yetkazib beradiganligini so'raganda, heliqi odam "Ukam" deb javob berdi. Shuning bilan solih kishi uningga "Ukungiz sizdan bakrak ibodat qildi ekan" deydi. Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhudan rivoyat qildiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Sen Alloh roziligini ko'zlab qandoqla bir chiqimni qilsang, chuqum savob topsan." Dunyolik ishlar niyatning durust bo'lishi bilan ibodatga aylanadi. Oxiratlik amallar niyatning durust bo'lmasligi sabablik odatdagi ishlarga aylanib qoldi. Ulamolar ixlosni tunishtirib bundoq degan: ixlos amallarni Allohdan boshqa birining ko'rishini umid qilmaslikdir. Ixlos bandi bilan Allohning o'tirisidagi sir bo'lib, uni yezish uchun farishtalar bilmaydi. Buzish uchun shaytonlarmo ko'rolmaydi. Dua. Duaning ma'nosi chaqirish deganlik bo'lib, islom atalg'usida eng kamtarlik bilan Alloh taolaga yalvorib, uningdan hojatlarini tilash demakdir. Alloh taolo "Menga duo qilinglar, men duoyinglarni ijobat qilaman" degan so'zi orqali duo qilguvchilarning duosini ijobat qilishga va'da qilgan. Duoning dinimizdagi o'rni. Duo xolis ibodatdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisida "Ad-dua'u huval ibada", ya'ni duo ibodatdir deb ko'rsatgan. Ma'lumki, ibodatlar Alloh taoloni yod etish, uningga bo'lgan hojatmanlikni izhor qilish uchun buyurilgan bo'lib, bu maqsad duoda eng obrazli holda ifodasini topadi. Chunki Alloh taolaga qo'l ko'tarib duo qilgan odam uning yordamiga bo'lgan zo'r ehtiyojini his qilgan holda to'liq ixlosi bilan uningga yalvardi. Uningdan hojatlarini so'raydi va o'zining ojizligini Alloh taolaga mushundoq muhtoj ekanligini to'liqi bilan ifodalaydi. Mana bu eng ko'rinarli xolis ibodatdir. Alloh taolo Qur'on Karimda duoning ibodat ekanligini bildirgan va bandalarni uningga duo qilishga buyurgan holda, "Menga duo qilinglar, duoyinglarni ijobat qilaman. Mening ibodatimdan bosh tortuvchilar xo'rlangan holda do'zaxga kirdi" deb ko'rsatgan. Alloh taolo bu oyatda bandalarni uningga duo qilib hojatlarini so'rashga buyurish bilan birga, Alloh taologa duo qilib o'zlarining hojatlarini so'rash orqali o'zlarining Alloh taologa muhtoj ekanligini izhor qilmaydiganligining Alloh taologa ibodat qilishdan bosh tortuvchi gunohkorlardan sanalib do'zaxga loyiq bo'lganligini bayon qilgan. Payg'ambar alayhisalom bir hadisda kimki Allohga duo qilib uningdan hojatlarini so'ramaydi ekan, Alloh taolo uningga g'azab qildi deb ko'rsatgan. Chunki duo ibodat.
Dua her qandaq bir kemter adamning Alloh taologa bo'lgan kemterligini, muhabbatini, ixlosini izhor qilish uchun berilgan bir fursat. Yuqorqi oyat bilan hadis sharifdan ma'lumki, duoni xolisaq qilib, xolisaq uningdan behojat bo'ladigan narsa emas, balki u Alloh taolo buyurgan ibodatdir. Agar undaq bo'lmasa edi, yuqorqi oyat bilan hadisda duoni tarkka etkuchilar, Alloh taolaning ibodatidan bosh tortquchilar va Alloh taolaning g'azabiga uchraydiganlar deb sifatlanmagan bo'ladi. Duoning fazilati. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadisda Allohga duodan yaqinlik bir narsa yo'qdir degan. Yana bir hadisda duodan boshqasi baloyi qazoni qaytara olmaydi. Yaxshilikdan boshqasi umrni uzarta olmaydi degan. Dua shundoq fazilatli va foydali bir ibodatki, musulmon kishi Alloh taoladan hojatlarini so'rash yuzasidan uningga duo qilganda 3 tarafdan foydaga erishadi. Birinchidan, Alloh taolaga duo qilib, uni suyundirganlik uchun uning muhabbatiga erishadi. İkinciden, dua ibadet bo'lganligi yuzasidan ibodatning savobiga erishadi. Üçüncüden, so'ragan hojatlarini ravo qildi. Navoda so'raganlari ijobat bo'lmagan taqdirdami, uning ajrini cho'qim ko'radi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Menga duo qilinglar, men duoyinglarni ijobat qilaman" dedi. Alloh taolaning va'dasi haqdir. U duo qilguvchini quruq qaytarmaydi. Peygamber Aleyhisselam mundaq degan: "Haqiqatan sizlarning Rabbinglar hamisha tirik bo'lguchi va nihoyat sehiy zotdir. U uningdan hojatlarini so'rab, qo'lini ko'targan bandasini quruq qo'l qaytarishni o'zi uchun ravo ko'rmaydi." Odatda diniy olimlar Alloh taolaning mavjudligini isbotlaydigan dalillar qatorida duolarning ijobat bo'layotganligini misol qilib ko'rsatdi. Chunki duolarning ijobat bo'lganligi va bo'layotganligi kundalik turmushda reallikka aylangan bir haqiqat. Ba'zilar biz duo qilyapmiz, uning ijobat bo'lganini ko'rmayapmiz deyishi mumkin. Ularga javob berib deymizki, birinchidan, duolarning ijobat bo'lishi uchun ba'zi shartlar bor. Dualar şu şartlar to'liq bo'lganda ijobat bo'ladi. Ikkinchidan, Alloh taolo bandalarga anadan mubak, shafqatlik va mehribondir. Gohida kishining Alloh taolodan so'ragan narsasi shu kishining o'zi uchun ziyonli bo'lib chiqadi. İnsanlar ishning oqibatini ve o'zining foyda ziyinini bilmagan bilan Alloh taolo o'zining azali ve cheksiz ilmi bilan ularni obdan biladi. Shunga ba'zi duolar derhal ijobat bo'lsa, ba'zilari kechikib ijobat bo'ldi. Ba'zilari bo'lsa ijobat bo'lmasdan Alloh taolo tarafidan kishining so'rag'inidan yaxshiroq beriladi. Hatto ba'zi duolar shartlari to'liq bo'lgan bo'lsa-mu, vaqtida ijobat bo'lmay, so'rag'uchining manfaati uchun eng munosib, eng foydali bir vaqtda ijobat bo'ldi. Har holda Alloh taologa duo qilib ko'tarilgan qo'llar quruq qaytarilmaydi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret kılıp bargan kunidan beri Allah Teala'ga yalvarıp özünün ana yurtu boğan Mekke'nin fethi buluşunu sorgan bolsa mı, onun duası derhal icabet olmasından İslam dini küçeygen, Müslümanlar kudret tapkan münasip bir vakitte, yani Medine'ye hicret kılgınıdan 8 yıl ötkenden kin icabet bulup Mekke fethi kılgan. Dua ijobat bo'lishining shartlari. İslam dinida buyurilgan har qanday bir ibodatning qabul bo'lishi uchun maxsus shartlar bo'lganidek, duoning ijobat bo'lishi uchun mu maxsus shartlar bor. Ular tuvandikicha. Birinchi, duoni Alloh taolaga bo'lgan chin ixlos bilan qilish. Her qanday bir amel ibodatning qabul bo'lishi uchun ixlos shart qilingandek, duoning ijobat bo'lishi uchun mu albatta ixlos shart qilinadi. Ixlos qalb ketidan kelgan samimiy sevgi bilan ko'rsatilgan chin sadoqatdir. Alloh taolaga qo'l ko'tarib duo qilganda uningga shundoq sevgi va sadoqat bilan yuzlanish talab qilinadi. Alloh taolo Qur'on Karimda musulmonlarning namoz, zakat, roza, hac, dua ve başka barliq ibadatlarının qabul bo'lishi uchun ixlosning shart ekanligini bayon qilib, mundaq degan: faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq dinga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi. Ya'ni mu'minlar shunga buyurildi.
İkinci, dua qilguvchining yemek, içmeki ve kiyim kechiki haloldan bo'lishi. Payg'ambar alayhissalom bu mavzuda mundaq degan: "Ey insonlar, haqiqatan Alloh pokdir, u pok bo'lganini qabul qiladi." Bu hadisning ma'nosi qalbi pok, yemek, içmekleri haloldan bo'lib, pok bo'lganlarning qilgan ibodatlarini Alloh taolo qabul qildi, duolarini ijobat qildi deganlikdir. Şunu bu Allah Teala peygamberlerini paklıkka buyurup mundaq degan: "Ey peygamberler, pak narsalardan yangla, yaxshi amallarni qilinglar. Men haqiqatan sizlarning amallaringlarni bilib turguchiman." Allah Teala mu'minlarga, peygamberlarga buyurganning o'zini buyurup, "Allah sizlarga rizq qilib bergan halol, pak narsalarni yanglar" degan. Peygamber İslam mundaq degan: "Birov üstü beşi çang tuzan kaplagan, çaşları çuğulgan kıyafette iki kolunu asmanga götürüp, "Ey Rabbim, ey igem" deb dua qiladi. Halbuki onun yigen içkenleri haramdan, kiygenleri haramdan bulup, o haramdan uzuqlangan tursa, qandaqmı onun duası icabat bolsun? Bu hadisning ma'nosi shuki, birov eng bichora qiyofatda Alloh taologa yalvarib duo qilgan, o shu holati bilan duosi ijobat bo'lishga eng tegishli bo'lgan tursimi, o haramdan uzuqlanganligi uchun uning duosi ijobat bo'lmaydi. Sahobalar yemek içmeklerining haloldan bo'lishiga bakmi ahamiyat beradi. Ular halolligi yoki haromligida oziq shubha bo'lgan narsalardan xuddi o'tdan qochgandek qochadi. Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhuning bir kishi tarafidan hadiya qilingan yemekni yeb selib, uning halolligida shubha borligini bilgandan keyin qo'lini og'ziga tiqib turib, nihoyat tasdiqda uni yondirib o'tganlik qissasimi Rasulullohning sahobalarining harom yeyishdan ölümni evzel kurduğanlıqını ifadələşki yeterlik. Üçüncü, duanı Allah'tan ümitvarlık bilen qilish. Peygamber aleyhisselam mundaq degan: "Sizler dua qilsam duayım icabet bolmadı deb ümitsizlikla qalmasanlar, duayınlar çoxum icabet boludu." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kuni kishi günah işleşke ve urug' tuqqanlik rishtisini üzüşke dua qilmasa, duasının tiz icabet buluşuğa aldırapla kalmasa, onun her qandaq duası icabet buldu degende sahabeler, "Ya Resulullah, aldırganlık degen nime?" deb so'raydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ularga cevap verip, "Aldırganlık degen shuncha ko'p duo qilsam duoyim hech icabet bo'lmadi" deb duodan zirkib uni tark etishdir deydi. Allah Teala'nın duanı icabet qildiganligi reallikka aylangan bir haqiqat bo'lgandek, Allah Teala'nın bendilerine bolgan cheksiz mehri shafqati yuzisidan kishilarning duosini icabet qilishda ularning dunyo va oxiratlik manfaatini ko'zda tutadiganligi. Bu sebepten ba'zilarning duosini tez, ba'zilarinkini ularning manfaatligi uchun münasip bir vaqtda icabet qildiganligi ve ba'zilarininki oxiratlik uchun savob qatorida saqlab qo'ydiganligi bir haqiqat. Tecrübelermi bu haqiqatni isbotlamoqda. To'rtinchi, duoni yurakdan qilish, ya'ni til. Duo bilan dil boshqa narsalar bilan mashg'ul bo'lmasdan tilni dildikilarning tarjimoni qilib turib, bütün vücudunu ve kamal ixlosini Allohga bag'ishlagan holda uningga yolvorish lozim. Shunda qilgan duo ijobat bo'lishga eng yaqindir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sizlar Allohga duo qilganinglarda uning ijobat bo'lishiga chin ishonch qilgan holda qilinglar. Bilinglarki, Alloh g'aflatdagi, parvosiz kishining duosini ijobat qilmaydi." 5. Duanı onun icabet buluşuğa çin işenç bilen kılış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hakta sizlerinin birinler dua kılgında, "Ey Allah, eğer halısan beni mağfiret kılgın, eğer halısan bana rahim kılgın" demesin. Belki tiligenlerde kat'i bolsun. Tilikinin kubul buluşuğa işenç kılsın. Çünkü Allah'a hiç nersi eğer gelmeydi. 6. Urug' tuqqanlik rishtisini uzish yoki gunoh, ma'siyat sodir qilish uchun duo qilmaslik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Müslüman kişinin duasida günah sadir qilish yoki silarayhimni üzüp qo'yishla bo'lmasa, Allah onunga tüvendeki 3 yaxshilikning birini berdi. Ya onun duasini tiz icabet qilib, tiligini berdi, yoki uning oxiratdagi uchun yaxshilik qatorida saqlab qo'ydi, yoki uning duasinin o'qishida
Yamanlıqni uningdan qaytirib etidi. Ya'ni uni yamanlıqdan saqlaydi. Sahabalar undaqda biz duoni ko'p qilayli deshganda Payg'ambar alayhisalom Allohning biridigini uningdanmi ko'pdir degan. La, mavjud. Mavjud hadi oxiri. Duanın icabet olmasının sebepleri. Yuqorida bayon qilingandek, icabet buluş şartları to'liq bo'lmagan dualar icabet bo'lmaydi. Shundaqla islomning amr ma'ruf va nasihat, kishilarni yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sish, farzini tark qilishmi duoning icabet bo'lishiga to'sqin bo'ladi. Chunki amr ma'ruf va nasihat qilish har qanday musulmon kishiga buyurilgan farzdir. Har kim o'zining bilginicha va iqtidorining shart-sharoitining yetishicha amr ma'ruf va nasihat qilishga buyurilgan. Oysha radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sizlar duo qilib, duoyinglar ijobatsiz qolmaslik uchun amr ma'ruf va nasihat qilishni tark etmanglar deganligini anglagan edim deydi. Shuningdek, shariat ahkomlariga amal qilmaslik va Alloh taologa osiylik qilishmi duoning ijobat bo'lishiga to'sqin bo'ladi. Zohidlarning peshvosi Ibrohim ibn Adham bir kuni Basra shahrining bozorida ketib borganida kishilar uningdan nima uchun biz duo qilsak duoyimiz ijobat bo'lmaydi deb so'rab qoldi. Ibrohim ibn Adham ularga javob berib, chunki sizlarning qalbinglar 10 illat bilan o'lgan. Sizlar Alloh taoloni to'nib turib, uning haqqini ado qilmadinglar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni suydiganliklarini da'vo qilib turib, uning sunnatini tark etdinglar. Qur'on Karimni o'qib turib, uningga amal qilmadinglar. Alloh taolaning ne'matlaridan uzuqlanib, foydalanib turib, uning shukronasini ado qilmadinglar. Shayton bizning dushmanimiz deb turib, uningga ergashdinglar. Jannat haqdir deb turib, sizlar jannatga kirishga salohiyatlik bo'ladigan amallarni qilmadinglar. Do'zax haqdir deb turib, uningdan qochmadinglar. O'lim haqdir deb turib, uningga tayyorlik qilmadinglar. Uyqudan uyg'onibla kishilarning ayblarini izlash bilan mashg'ul bo'ldinglar. O'zinglarning ayblarini bo'lsa unutdinglar. Meyitlaringlarni yerladinglar, ulardan hech ibrat olmadinglar. Bütün shartlari to'liqlangan bo'lsa-mu ijobat qilinmaydigan duolarmi bor. Allah Taala kainatda azaldan shundoq bekitib etgan qonuniyatlarni o'zgartirishni so'rab qilingan duolar ijobat bo'lmaydi. Masalan, birov hech o'qimasdan olim bo'lishni tilasa yoki hech sabab qilmasdan maqsadga yetishni tilasa, uning duosi ijobat bo'lmaydi. Chunki olim bo'lishning quroli o'qish, maqsadga yetishning chorasi ishlashdir. Bundaq duo xuddi quyoshni mag'ribdan chiqarib berishini yoki yer sharining aylanishini to'xtatib berishini tilab duo qilganga o'xshash bema'nilikdir. Shundaqla ba'zi duolar ijobat qilinsa, dunyoning qonuniyati egiz-pas bo'lib ketadi. Masalan, hamma kishi meni sog'lom qil, boy qil, podshoh qil, olim qil deb duo qilsa, Alloh taolo bu duolarning hammasini ijobat qilsa, dunyo qalaymaqonlashib ketadi, tangpongliq buziladi. Dunyoni va insonlarni yaratishdagi hikmat amalga oshmay qoldi. Bundoq duolar ijobat qilinmagan taqdirdami, bu duolarning o'rniga Alloh taolo savob va yoki boshqa bir ne'mat ato qildi yoki oxiratda ayrim mukofot o'rnida saqlab qo'ydi. Bir hadisda mundaq deyilgan: Allah Taala qiyomat kuni bandadan so'raydi: "Ey bandam, menga faloni chaqda mundaq deb duo qilgan eding, ijobat qildimmi, qilmadimmi?" Banda: "Albatta ijobat qildilar, ey Robbim" deydi. Allah Taala: "Faloni chaqda mundaq deb duo qilgan eding, ijobat qilmadim, shundaqmi?" deb so'raydi. Banda: "Albatta shundaq bo'lganti, ey Robbim" deydi. Allah Taala uning ijobatini mana bugunga saqlab qo'ygan deb uningga duosining mukofotini ko'rsatdi. Bu chaqda banda duosining mukofotini ko'rib, kashki hamma duolarim dunyoda ijobat qilinmay, oxiratga kechiktirilgan bo'lsa-chu deb qoldi. Duoni tark etishning gunohi. Islom dinida buyurilgan har qanday bir ibodatni tark qilish gunoh bo'lganidek, duoni tark etishmi gunohdir. Chunki duo ibodat.
mufassirlar Alloh taolaning "Menga duo qilinglar, duoyinglarni ijobat qilaman. Mening ibodatimdan bosh tortuvchilar xo'rlangan holda do'zaxga kirdi" degan so'zini Alloh taolaga duo qilishning o'zlarini behaja sanag'arlar. Ular xo'rlangan holda do'zaxga haydildi deb tafsir qilgan. Chunki bu oyatdagi ibodat so'zidan duo maqsad qilindi. Alloh taolaga duo qilishdan bosh tortgan odam o'zining bandichiligini, ojizligini va Alloh taolaga muhtoj ekanligini iqror qilishdan bosh tortganlar qatorini hisoblandi. Shunga bundaqlarning gunohi og'ir bo'ladi. Chunki Alloh taolaga duo qilishdan bosh tortgan odam tuvandagi ikki xil odamning biridir. Birinchisi o'ziga ishonganlikdan Alloh taolaga duo qilishdan o'zini behaja sanab duoni tark etgan odam. Bundaq odam haddini bilmagan mutakabbir sanaldi. Shaytonning o'z vaqtida o'zining takabburligidan Alloh taolaning amrini o'rinlashdan bosh tortgan bo'lib, shu sababdan u ta qiyomatgacha Alloh taolaning va butun xalqning la'natiga loyiq bo'lgan. Ikkinchisi duosi ijobat bo'lib hojatlarning ravo bo'lishiga ishonch qilolmagan, ya'ni Alloh taolaning rahmatidan umidsizlanganlikdan duoni tark etgan odam bo'lib, mundaqlarmi og'ir gunohkor bo'ldi. Chunki umidsizlik kufrining qo'ldishidir. Qur'on Karim umidsizlikni kofirlarning alomatidan sanaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda faqat kafir qavmlar Allohning rahmatidan umidsizlandi deydi. Xalqimizdami umidsiz shayton deydigan hikmat bor. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qildiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadisda Alloh taolo uningdan hojatlarini so'ramagan odamga g'azab qildi deb ko'rsatgan. Qadrli radio tinglovchilar, bugungi Radio Jurnal nomli programmamiz bu yerda oxirlashdi. Davomini anlatgan qadar har biringlardan ruxsat so'rayman. Aman bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.